Assalomu alaykum. Istiqlol telekanalining aziz muxlislari, an'anaga ko'ra, demak, ayni daqiqalarda biz telekanalimizda Tushlikda dasturining navbatdagi sonini jonli tarzda sizga taqdim etishni boshlaymiz. Demak, bugun yanvarning 17-sanasi, haftaning shanba kuni. Ko'plab yurtdoshlarimiz uchun dam olish kuni. Shunday ekan, sizga maroqli hordiq tilaymiz va ayni daqiqalarda tushlikka hozirlanayotgan bo'lsangiz, sizga yoqimli ishtaha tilaymiz. Bugun tashqarida havo harorati qanday bo'lishini dan qat'iy nazar, biroq qish o'zini chiroyli ziynati bilan mana 2 kundirki bizni siylayapti. Ya'ni kecha boshlangan qor bugun davom etib, bugun ajoyib chiroyli bir manzarani, haqiqiy qishning haroratini barchamizga tuhfa etmoqda. Bizni studiyamizda esa qaynoqqina suhbatlar va biz siz uchun ham manfaatli, ham foydali, ham qiziqarli suhbatlarni demak taqdim etishda davom etamiz. Bizning ilk suhbatdoshimiz O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Buxoro viloyati kengashi raisi Rustam aka Bayozov. Rustam aka, sizni xush ko'rdik studiyamizda. Avvalambor mana yaqindagina nishonlangan Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Qolaversa, endi birinchi qor deya olmaymiz, sal ilgariroq qor uchqunlagandi, lekin bunaqa chiroyli qor albatta birinchi marotaba yog'yapti. Birinchi qor bilan ham tabriklaymiz. Xush kelibsiz studiyamizda, xush ko'rdik. Studiyaga taklif qilganingizdan xursandmiz. Javoblarimiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana vatanparvar tashkilot ham mana yaqinda 34 yilligi bo'ldi. Ya'ni 91-yil 23-noyabrda tashkil topgan tashkilotimiz. Endi qisqacha tashkilotga to'xtaladigan bo'lsak, albatta men doim shuni so'ramoqchi bo'lardim. Nega aynan mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti? Savolingiz o'rinli. Bizning o'sha vatanparvar tashkilotimizda o'zimizning ustavimiz bor. Ya'ni tashkilotning maqsad vazifasi belgilangan. Shu bizning ustavga muvofiq tashkilot maqsad vazifasida, ya'ni O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlarini mudofaa qobiliyatini mustahkamlash uchun ko'maklashish, ya'ni yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni o'sha kasbga o'qitish, qolaversa sportga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlashda ko'maklash deb bizning ustavimizda belgilab qo'ygan. Shu bois biz tashkilot hamisha 3 yo'nalishda harbiy vatanparvarlik, sport hamda kasbga, haydovchilik kurslariga tayyorlash bilan shug'ullanadi. Yana bitta yaxshi xabarni aytmoqchiman. Vatanparvar tashkilotining aynan Buxoro viloyat kengashi bir necha yillardan buyon qatorasiga mana 2025-yilning yakunlari bilan ham respublikada eng yaxshi, ya'ni yetakchi kengashlardan biri sanaladi. Buni ham zamirida albatta katta mehnat yotadi, to'g'rimi? Shunday. Tashkilotimiz haqiqatan asosiy ochig'ini aytsam vatanparvarlar jamoasi yig'ilgan. Chunki 300 ga yaqin ish xodimlarimiz bor, sportchi murabbiylarimiz, o'qituvchilarimiz, 11 ta tashkilot hududiy bo'linmalarimizda faoliyat yuritadi. Ya'ni 10 ta o'quv sport texnika klub markazi hamda bitta viloyat amaliy sport turlari markazidan iborat. Ya'ni viloyat kengashi bilan 12 ta. Jami 9500 dan ortiq a'zolarimiz bor. Mazkur shu 11 ta tashkilotimizda har bittasida o'sha harbiy vatanparvarlik mana 25-yilning o'zida 288 ta tadbir o'tkazib, bunda 22 mingdan ortiq yoshlarimiz qatnashdi. Bu mana bizni xabaringiz bor, axborot vositalarida ham. Maqsadimiz endi bizda o'sha yoshlarimizni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishimiz kerak. Ularni kasbga bo'lgan qiziqishiga qarab turli kasblarga o'qitish hamda biza sportning texnik amaliy turlari, ya'ni biatlon, triatlon, raketa model, aviamodel, motokross, avtokross, ralli, biatlon kabi, yozgi biatlon kabi bir qancha sport turlari, o'qitish turlari bilan shug'ullanib keladi. Bizda asosan hozirgi kunda 36 ta to'garak va 24 ta seksiyalar hozir faoliyat yuritib, bunda 750 ga yaqin yoshlarimiz bor. Mana muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan, ya'ni sportni hozir bo'lgan ko'ryapsiz, juda yuqori e'tibor kuchayib boryapti. Shu maqsadda vatanparvar tashkilotini o'sha respublika bosqichida birinchi o'rinni olgan sportchilarimiz imtiyoz asosida oliy o'quv yurtlariga o'qishga kiryaptilar. Har yil mana o'tgan yil ham 5 nafar sportchimiz talabalik nimasiga muvaffaq bo'ldi. Chunki sport bu nima deydi yoshlarimizni o'ta nima qilinadi. Endi tashkilot uzoq yillardan bo'lsa
mudofaaga ko'maklash degan, ya'ni o'sha otish, har bir qurol ushlashni yoki triatlon, biatlon sportlarimiz, ya'ni siz ham ruhan, ham jismonan tetikligini ta'minlaydi. Albatta. Mana motosport turlarimiz ham bor. O'sha nima deydi, u uchun ishtiyoq harbiy u trassalarda bir necha bor ko'rgan bo'lsangiz, bizning motochilarimiz Shunday. respublikada, qolaversa yaqinda MDH davlatlarida ham musobaqa qatnashib keldi. Ajoyib. Uh, Yana qanday yutuqlar bor? Mana o'tgan yilni yana qanday yutuqlar bilan tugatdi aynan mana shu yo'nalishdagi sportchilar? To'g'ri. Bu yutuqlarimiz juda yuqori bo'ldi. Mana shu yil 25-yil yakunlariga asosan 54 ta oltin, 30 ta kumush hamda 23 ta bronza medallari bilan Ajoyib. sportchilarimiz yuqori natijalarda ko'rsatdi. Respublikada Buxoro viloyati vatanparvar jamoasi juda nufuzi yuqori, chunki bu endi bizning jamoamiz bilan, ya'ni bizni haqiqiy chin vatanparvarlar bilan mazkur natijalarga erishamiz. Keyin viloyatning o'zida ham juda ko'p sport musobaqalari o'tkaziladi-da, aynan shu sport turlari bo'yicha-da. Shunday. O'zim aynan yoritganim uchun ham bilaman. Shunday. Chunki Zo'rol opa, mana bizda har yili sport kalendar rejamiz bor. Viloyat hokimligi tomonidan tasdiqlanib, chunki musobaqalar mana tuman, shahar bosqichlari, viloyat bosqichlari bir boshdan saralanib, keyin respublika bosqichiga olib chiqamiz. Shunday. Chunki mana hozir moddiy bazamizga agar to'xtaladigan bo'lsam, hozir 8 ta sport turlarimiz bor, zamonaviy qurilgan. Xo'sh, 38 ta moto, 32 ta karting, xo'sh, 45 ta miltiq, 48 ta to'pponcha. Umuman har yil shu yilgi oladigan yil sayin sport kartodromimiz bor, moto trassamiz bor. Shuningdek, Endi shuni aytmoqchi edimki, bu shug'ullanishi uchun bularga albatta sharoitlar kerak. Bor. Yaqinda hozir Markaziy kengash bilan Tudako'l suv havzasida triatlon suv inshootini loyihasini ustida ishlayapmiz. Xudo xolasa, buni ham o'sha bu bilamiz xalqaro musobaqaga kiradi. Chunki ham suzish, ham yugurish bir vaqtning o'zida shu yaqinda xudo xolasa mablag' bilan bog'liq bu narsani yo'lga qo'yib, bu katta bir respublikada bir ajoyib suv inshooti bo'ladi degan umiddamiz. Albatta. Yoshlarning o'zini qiziqishi qanday bu sport turlariga umuman? Faqat bizda endi to'xtaladigan bo'lsam, bizda sport seksiyalari mutlaqo bepul. Umuman mutlaqo bepul. Necha yoshdan? 7 yoshdan boshlab bemalol, ya'ni yoshiga qarab turlarga bo'linadi. Mana erta 17-fevralda respublika o'q o'tish bo'yicha birinchi bosqich bizda Buxoroda bazamizda tashkillashtiradi. Bunda butun respublika miqyosidan sportchilar, ya'ni kuch sinashib, haqiqiy merganlar bo'ladi. Nu bilasiz, o'q otish ham xalqaro sport nimalariga kirgan. Shuning uchun hozir o'sha o'q otish federatsiyasining o'rinbosariman bir o'rinda. Shu maqsadimiz eng bu yerda nima deydi, yoshlarimizda qiziqish juda yuqori. Ochig'i ko'pisi keladi. Mana raketa modelchilarimiz bor. Bir qancha Baykonurda oltin medallar oldi. Yoshlarda juda qiziqish, ishtiyoq katta. Mana shu 34 yillik faoliyat davomida aynan shu sport turlaridan natijalarga erishganlar bugun qurolli kuchlarimiz saflarida xizmat qilayotganlar juda ko'p bo'lsa kerak. Shunday. Xuddi shunday. Bizda shuningdek biz vatanparvar tashkiloti, mahalliy hokimliklar, davlat va jamoat tashkilotlari shunda harbiy qismlar bilan memorandumimiz bor. Shunga muvofiq o'sha hozir mana o'tgan yilda harbiy xizmat, ya'ni 1 yillik armiyadagi borlarni ham o'qitdik. Ya'ni 1 yil mobaynida ular ham harbiy xizmatni bo'sh vaqtida ularda haydovchilik sirlarini memorandum tuzib, ularni ham o'qitdik. Juda ko'p hali yangiliklar bor. Rustam aka bilan efirdan oldin suhbatimizda juda ko'p erishilgan yutuqlar haqida ma'lumot berdilar. Bular haqida biz qisqagina reklamadan keyin alohida to'xtalamiz. Hozir bizda reklama, bizdan uzoqlashmang.